Xitoy hukumatining Sharqi Turkistondagi besim va assimilyatsiya siyosati natijasida jazo lageriga qamalgan yoki g'oyib bo'lgan Uyg'urlarning tuqqanlari davomli ular uchun guvohlik bermoqda. Sharqi Turkistonning Urumchi shahrida doktorlik o'rnidan pensiyaga chiqqan Gulshan Abbosning bolalari Ziba Murad va Zamira Murad Xitoy hukumatiga ochiq xat e'lon qilib, onasi haqida uchur berishni talab qildi. Onasining tibbiy sohada yaxshi o'qiganligi, hech qanday jinoyat xotirasi yo'qligi va Xitoy qonunini obdan biladiganligi yozilgan xatda Xitoy hukumatidan Gulshan Abbosning nadilligini oshkorlash va hayotligini isbotlash uchun dalil ko'rsatish talab qilingan. Ular yana xalqaro jamiyatga bizning kishilik huquq ziyonkashligiga uchirg'uvchilar va kishilik huquqni qo'g'dash tashkilotlaridan kutadigan orzuyimiz bizning uni tepishimizga yordam berishi va uning darhol qo'yib berilishiga kafolatlik qilishi dedi. Işğalçı Xitoy hukumati Sharqi Turkistondagi Uyg'ur islom madaniyatini aks ettiradigan masjid va qabristonliklarga davomli buzg'unchilik qilmoqda. 5-ayning 22 kuni Urumchi Shimigo yana Buloqtog' rayonlik xalq ishlari ishxonasi, Turalg'u qurilish idorasi va yer boshqarish idorasi qatorliq 3 organning imzosi bilan Buloqtog' rayonidagi bir qabristonlikning yo'tkildiganligi haqida jiddiy uqtirish chiqarilgan. Uqtirishda Urumchi shahri Buloqtog' 7-sanoat rayonidagi Uyg'ur qabristonligining yo'tkilishi sababidan qabr egalarining 6-ayning 10-kunigacha tizimlatish talab qilingan. Tizimga oldirmagan qabrlarning oldin belgilangan vaqtga yetganda bo'sh qabr sifatida qabul qilinganligi bayon qilingan. Yaqinda Xitoy hukumatining Xotan shahridagi bir Uyg'ur qabristonligini mashina to'xtash maydoniga aylantirganligi oshkorlangan edi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoy hukumatining 1989-yili Tiananmen voqeasida qazo qilganlarni xotirlash uchun Hong Kongda yilda bir o'tkaziladigan marosimni to'sganligi uchun ayblandi. Pompeo Twitter hisobida bunday dedi: "O'tgan 30 yildan buyon tunji qitim Hong Kong rahbarlari Tiananmenni xotirlashga yo'l qo'ymadi. Hong Kong doiralari bu yil Xitoy Wuhan virusini bahona qilib, Beijingning Tiananmen maydonida demokratiyani qo'llash bahonasida qazo qilganlarning o'limini xotirlash uchun har yili o'tkazilib kelayotgan xotirlashning ruxsat qilinmaganligini e'lon qildi." Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Morgan Orgatus mundaq dedi: "Biz Hong Kong amaldorlarini kishilarning tinish shaklda Xitoy kompartiyasining ziyonkashlik uchirganlarni xotirlashiga yo'l qo'yishga chaqiramiz." Xitoyning Wuhandagi Wuhan markaziy doktorxonasidagi davolash atriti bilan Wuhan virusi yuqumiga qarshi kurash qilayotgan suydik yo'li kasalliklari doktori Hu Weiping o'ldi. Wuhan virusi sababidan teri rangi qardab ketgan Hu Weiping 4 oy davolashni muvaffaqiyatli tamomlayolmadi. Virusning jigarga ep kelgan zo'r zeyni sababidan Hu Weipingning terisining qardab ketganligi o'ttirg'i chiqqan edi. Doktor Hu Weiping juma kuni o'lgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy davlat televiziyasining bu xabarni chorshanba kuni e'lon qilinganligi bayon qilindi. Amerika prezidenti Donald Trumpning kechiktirilgan G7 boshliqlar yig'iniga Rossiyani taklif qilmoqchi bo'lganligi to'g'risida bayonot e'lon qilindi. Kremlin sarayining bayonotida bunday deyildi: Prezident Trumpga javob qaytarishdan burun taklifning tafsiloti aniq bo'lishi kerak. Bayonotda Rossiya prezidenti Vladimir Putinning bu masaladagi suhbatni qo'llaydiganligi ta'kidlandi. Kreml sarayining bayonotchisi Dmitry Peskov Trumpning taklifining rasmiy yoki emasligi aniq emas dedi va javob berishdan burun Moskvaning planlangan boshliqlar yig'inining kun tartibi va shakli haqida tafsili uchurga muhtoj ekanligini o'tirg'i qo'ydi.